أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما. Allah Teala'nın iltifat bilen Sure-i Nisa'nın 114. ayete keldik. Oldingi buni oldingi oyatida nima mazmun so'zlangan desa, Tu'ma ibn Saraqa va uning hamrohlarininki shu shu munofiq insonlarninki ig'ir jinoyati. O'simi Tu'ma bir inson o'tkazgan xatolikni yana bir boshqa bir gunohsiz insonga yuklash. Tin iborat shu ahvol so'zlangan. Ular shu gunoh mushundaq o'z bir inson qilgan jinoyatni yana bir insonga yuklashdan iborat bu jinoyatni o'zaro pichirlashib, e, yomonlik, yomon ishqa o'zaro hamkorlashishdan iborat mushta bir jinoyat o'tkazganligi so'zlangan. Shunga munosib holatda bugun biz o'qigan oyatdan nima mazmun so'zlandi ekan desa, mushunda maxfiy pichirlashishlar, yoshirin suhbatlarninki hammasida yaxshilik yo'q. Faqatla uch turlik ishda yoshirin suhbat maxfiy fikrlashsa buningda yaxshilik bor deb Alloh taolo ilgari oyatga munosib holatda oyatni zikr qilgan ekan bu yerda. Ya'ni nima desa Alloh taolo shundoq deydi. Estaizu billah. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. Yani ularning yoshirin suhbatining to'lisida xayriyat yo'qdir, yaxshilik yo'qdir. Faqat sadaqaga yoki yaxshilikqa yoki kishilarni aplashtirishga amr qilgan kishilar, shularniki yoshirin suhbati buningdan mustasno. Kimki o ishlarni Allohning roziligini tilash yo'sidan qiladi ekan, uningga buyuk ajr ato qilamiz. Min najvahum degan min najvan nas demoqchi. Yani kishilarning pichirlishlarininki ko'pinchisida yaxshilik xayriyat yo'q. Najva degan nima bo'lsa, ma yatanajawna fihi va yatahaddasuna. Tanaja yatanaja degan pichirlashish. Yani maxfiy bir-birisining qulqiga boshqalar anglab qolmasin degandek bunda pichirlashgan gapni ko'rsatdim. Shunda maxfiy suhbatlarning to'lisida yaxshilik yo'q. Faqatla tuvanniki uchtilik ish bundan mustasno deb o'tadi. Yani men amara bi sadaqatin degan najva men amara. Yani yaxshilikqa buyurgan kishininki pichirlashishi, yine sadaq qilishga buyurgan kishining pichirlashishi, ma'ruf ishga buyurgan kishining pichirlashishi. O'zra sadaq qilishga buyurib, maxfiy pichirlashgan bo'lsa, bunda yaxshilik bor demakchi. Endi bir ma'ruf ishga buyurib, ma'ruf ish degandan keyin shu yaxshilik amallarning hammasini o'z ichiga oladi. Mushla ishlarni o'zra maxfiy pichirlashgan bo'lsa, unda yaxshilik bor. Au islahim baynan nas. Yoki kishilarning orasini aplashtirish uchun o'zra maxfiy fikrlashgan bo'lsa, buningda yaxshilik bor. Ya'ni shu uch turlik ish, buningda maxfiy fikrlashamizlar, oshkora deyishamizlar, buningda yaxshilik bor, xayriyat bor ishlar deydi. Shu uch turlik ishniki fazilatni alohida cho'ng'ib uchun Alloh taolo bu yerda alohida zikr qilgan. Va man yaf'al zalika, kimiki yuqorqi shu zikr qilingan ishlarni Allohning roziligini ko'zlab qiladi ekan, la g'ayrihi min umuri dunya. Yani dunyoning ishlaridan iborat boshqa bir narsani maqsad qilib emas, faqat shu Allohning roziligini ko'zlab qiladi ekan, fasawfa nu'tihi deb ikki xil o'qildi ekan. Yani yu'tihi bo'lgan chog'da yu'tihi Allohu bo'ladimi. Unga berimiz, ato qilamiz yoki Alloh taolo uni ato qiladi buyuk ajrni deydi. Xo'sh. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. Kimki o'ziga mo'jizalar orqali to'g'ri yo'l aniq bo'lgandan keyin
payg'ambarga, ya'ni uning payg'ambarning amriga muxolifatchilik qiladi ekan, mo'minlarning yo'lidan g'ayriga ergishir ekan, uni o'z yo'liga qo'yib beramiz. Uni oxiratda jahannamga kirgizamiz. Jahannam nima degan yomon joydi. Yushaqiq degan yuxolif demakchi. Kimiki payg'ambarga muxolifatchilik qiladi ekan, fima jaa bihi minal haqqi. U payg'ambar olib kelgan haqiqatda. Shu payg'ambar alayhissalom olib kelgan Alloh tarafidan olib kelgan narsaning hammasi haqiqatdan. Yana shu payg'ambar Alloh tarafidan olib kelgan haqiqatga muxolif bir ishni qiladi ekan, nimadan keyin desa, uningga to'g'ri yo'l oydin bo'lgandan keyin. Payg'ambar alayhissalomning mo'jizalari orqali haqiqat oshkor bo'lgandan keyin oshta qiladi ekan. Va yana yattabi g'ayra sabilil mu'minin. Mu'minlarning yo'lining g'ayriga ergishir ekan. Mu'minlarning yo'lidan boshqa bir yo'lga ergishir ekan. Ya'ni tariqihim allazi hum alayhi minad-din. Shu mu'minlarning yo'li, ular bo'lsa uning ustida bo'lgan. Mu'minlar shuning ustida ketayotgan shu din, haq dindan iborat mushu yo'lning g'ayriga ergashsa, ya'ni bi an yakfura, kufrlik qilish orqali. Ya'ni kafir bo'lsa degan bo'ldi ma tafsir bo'yicha aytgan chog'da, ya'ni kafir bo'lib ketsa demakchi. Nuvallihi ma tavallah. Ega qilamiz uni o'zi shu do'st tutgan narsaga, o'zi gadiniga yushirib olgan narsaga yoki o'zi do'st tutgan, ergashgan narsaga uni tashlab qo'yamiz. Ya'ni naj'aluhu valiyan lima tavallahu min ad-dalal. O'zi do'st tutgan shu ozg'unlikqa ega qilib qo'ymaymiz. Shuni vali qilib qo'ymaymiz, shuni ega qilib qo'yamiz. Qanday qilish orqali desa, bi an nuxalliya baynahu va baynahu fid dunya. Dunyoda shu ozg'un yo'lga kirgan odam bilan shu ozg'un o'zi do'st tutgan shu ozg'unlikning orasini xoli qo'yish deydi. Ya'ni o'zini shuni tashlab qo'yish. Biz uningga hech qanday ish ega olmaymiz, uni o'zi cho'qingan, o'z ergashgan shu botil dinga shuni tashlab qo'yamiz demoqchi. Va nuslihi jahannam. Va uni nuslihi degan asla yusli degan fe'ldan chiqqan. Kelgizimiz uni, ya'ni nudkhilhu, adkhala yudkhilu degan ma'noda ekan. Uni oxiratda jahannamga kirgizimiz, uning shu jahannamda kuyish uchun yahtariq. Va sa'at masira. U jahannam nima degan yomon joy, nima degan yomon qaytilgan joy. Ya'ni mushu oyat hamda hammamizga inoyat o'shiq bir dars. Shu Alloh payg'ambar alayhissalom Alloh tarafidan olib kelgan haq shariatning g'ayriga ergashgan odam u cho'nqur ozg'un bo'ladi, cho'ng ziyon tortgan bo'ladi demoqchi. Yana bir tafsirda va yattabi g'ayra sabilil mu'minin degan oyat binoan mu'minlarning yo'lining boshqasi ergashsa degan ekan. Mu'minlarning yo'lini payg'ambar alayhissalom va ergishga yaqin, ya'ni bir yerga keltirgan bo'lgan ekan. Shu mu'minlarning jamoatiningki yo'limi shu ijmoni ko'rsatdi. Ya'ni shariatning manbalarining birisi bo'lgan, masalan, Qur'on, hadis, ijmo, qiyos deymiz endi. Shu ijmo ergishninki ergishning bir hujjat ekan. Ijmo ergishning muhimligiga bir hujjat ekan o'sha. Ijmoning shariat manbalarining birisi ekanligi. Ya'ni olimlarniki ma'lum bir masalada birlikka kelgan bo'lsa, mu'minlar jamoati shu yo'lninki hujjat ekanligi, shuning ergishning muhimligiga bir hujjat deydi. Dalil. Xo'sh, keyingi oyat bu aqida borasidagi muhim oyatdir. Innalloha la yaghfiru an yushraka bih va yaghfiru ma duna zalika liman yasha va man yushrik billahi faqad dalla dalalan ba'ida. Oldingi oyatda 114-oyatniki oldingi oyatda Tu'ma degan munofiq insonningki ahvoli so'zlangan ekan. U munofiq bo'lib dindan yuz o'rgan bo'lg'achqa, murtad bo'lib ketgan bo'lg'achqa Allohning rahmatidan yiroq bo'lib ketgan. Agar u murtad bo'lmagan bo'lsa, Allohning rahmatidan yiroq bo'lmaydi. Bir odam haqincha cho'ng gunohlarni, og'ir gunohlarni o'tkazgan bo'lsa-mu, Alloh shirik keltirmagan bo'lsa va shu shirik keltirmagan holatda, ya'ni shu tavhid aqidasi
dalatda o'lib ketgan bo'lsa, u oxiratda Allohning xohlashining ostida bo'ladi. Alloh xolisa uni azoblamayla mag'firat qilib jannatga kirgizadi. Xolisa u kishini azoblagan taqdirda do'zaxda mangu qolmaydi degan. Ya'ni do'zaxda abadiy mangu qolganlarning mangu qolgan insonlarning qatorida bo'lmaydi ekan. Xavorijlarga ochiq dalil deb hozir shu oyatni. U xavorijlar nima deydi ekan desa, cho'ng gunoh o'tkazgan odam do'zaxda mangu qoladi. Kabir, masalan, zina qilgan, o'g'irlik qilgan degandek cho'ng gunohlarni o'tkazgan odam u do'zaxda mangu qoladi deydi. Lekin bu oyat oshliq raddiya deyapti. Ya'ni haqiqatan Alloh taolo o'ziga biror narsaning sherik keltirilishini, ya'ni mushriklik gunohini albatta mag'firat qilmaydi. Buningdan boshqani Alloh o'zi xohlagan odamga mag'firat qiladi. Kimki Allohga sherik keltirdi ekan, u haqiqatan qattiq ozg'in bo'ladi deydi. Dalalan ba'ida degan, ya'ni dalalan ba'idan anil haqqi demoqchi. Yani haqiqatdan cho'nqir ezib ketgan bo'ladi. Ma keyingi oyatmi yana aqida borasidagi muhim oyat ekan. Yad'una min dunihi illa inatha va yad'una min va yad'una illa shaytanan marida. Ular ya'ni mushriklar Allohni qo'yib faqat o'zlari kishi nomlari bilan atab olgan butlarga ibodat qiladi. Faqat Allohning ibodatidan bosh tortgan shaytonga ibodat qiladi. Allah shaytonni rahmatidan yiroq qildi. Shayton aytdiki, men albatta sening bandalaringdan muayyan sondagilarni egilayman. Shundoqla cho'qim ularni ozdiraman. Ularni xomxiyam qildiraman. Yana hayot uzun, qiyomat hisob edish yo'q degandek botil aqidalarni ko'ngliga solaman. Ularni cho'qim chaharpaylarning butlarga nazar qilib belgi uchun quloqlarini yerishga buyurayman. Ularni cho'qim Allohning maxluqotini o'zgartirib o'tishga, ya'ni qullarni oqit qilish, ularga min o'ydirishga o'xshash ishlarga buyurayman. Kimki Allohni qo'yib shaytonni do'st tutar ekan, u dunyo va oxiratda ochiq ziyon tortgan bo'ladi. Yad'unaki in, ya'ni ma ma'nosida, ya'ni ma yad'una min dunihi. Ular ibodat qilmaydi, ya'ni mushriklar ibodat qilmaydi. Min dunihi degan Allohni qo'yib, Allohning g'ayriga Allohni qo'yib boshqasiga ibodat qilmaydi, faqatla inatha, ya'ni kishi butlarga asnamin muannasatan, Lat, Uzza, Manat o'xshash o'sha kishi butlarga ibodat qiladi. Bu yerda butlarni inatha deb keltirishi, ular o'zlari ashuna atib olgan endi, masalan, butlarni o'zlari shuni atib olgan bo'lishqa, shularning atib olgani bo'yicha mushtaq keltirgan bo'lishi mumkin. Yeni bir tafsirda debdim, ya'ni butlarni Alloh taoloni bu yerda inafa deb kishilikqa nisbat berib keltirishida, endi odatda ayollar insonlar orasida ayollarni erlarga qaraganda ojiz deymiz endi. Ayollar ojiz deymiz. Demak, ma butlarningki shunchalik ojiz bir narsa ekanligini, bu insonlarning shunchalik nodon, butlarningki shunchalik ojiz botil ilohlar ekanligini ifodalash maqsad qilingan deb. Va yad'una illa shaytonan marida. Ular ibodat qilmaydi, shu kishi butlarga ibodat qilish bilan faqatla sarkash, qo'g'landi shaytonga ibodat qildi. Bularningki shunda nodonlik qilishi, hech qanday bir narsa bilmaydigan ashula botil ojiz ilohlarga ibodat qilishi, bularning shaytonga itoat qilganligi. Marida degan xorijan ani to'a. Ular toatdan chiqquchi shaytonga ibodat qiladi demoqchi. Ularningki shaytonga itoat qilganligi uchun shu ibodatda. U shayton qaysi etsa iblisdir. La'anahulloh. Alloh uningga shu iblisga la'nat qildi. Uni o'z rahmatidan yiroq qildi. Va qala la'attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa. O shayton dediki, albatta qilaman men o'zim uchun, la'attakhidanna degan la'aj'alanna li. O'zimga sening bandalaringdan bir ulushni qilaman.
nasiben mefruda degan hazdan maqtuan. Yani özümge tigişlik ma'lum bir ülüşünü kılıp alaman. Yani demek ki sizin benlerin bir kısmı bana boysunudu, bana ergişidu dep şeytan bana davatır bir adam. Ben ularni özümge itaat kılışka çağırırım. Ve la udillennahum. Ularni ozdurman haqtin. Yani ularning ko'ngliga vasvas qilish orqali haqdan ozdurman. Yana haqdan ularni haqdan ezib ketishiga men tirishchilik ko'rsataman demoqchi bu yerda bu. U qo'lidan tutib opirib, "Ay, sen maishni qil, oyi maishni qil, maya maishni qil, bu ibodat qil" deb shaytonga buyurma, unda qilolmaydi. Faqat shu ko'ngliga vasvas serish orqali qashla ozdurdi demak. Va yana umanniyannahum degan ularga orzu qildiraman. Yani ularning qalblariga tashlayman to'lal hayoti. Hayotning uzun ekanligini. Va tabi sen yine yaşaysan, 50 yil yaşaysan, 100 yil yaşaysan deb, hayot uzun, oldirmay tövbe qilib bo'ladi degandek ashta vasvaslarni, ashta orzu armonlarni ko'ngliga tashlayman dedi. Yine la ba'sa va la hisob. O qiyomat kuni o'lgandan keyin qayta tirilish, qiyomat kuni hisob kitob elish deydigan gap yo'q deb ularning qalblariga ashta vasvasani tashlayman. وَلَآمُرَنَّهُمْ ve buyurayım ulane yine fela yubettikunne. Elbette ular kesidi o çahır paylarının kulaklarını. Emniyettim şunda kılıngan. Behair degen tögülerge açta kılıngan eydi. Behair degen nima degan çağda? O behiretunun köptiki. Behair degen. O qanday tögü ekan to'rt qatim tug'ib, 5-chi qatimda erkek tuqqan tögünü şu behire deb ataydi ekan. Ona tövbelerge şu müşrikler yük atmaydı ve onun sütünü mi işletmeydi. Ve onun sütlerini bu butlarımızga has dep başta taşlap koygan. Yani bu öyle akide cihetten müşrikni müştak kılsak biz ibadet kılgan bo'lamiz, Alloh yaqinlashgan bo'lamiz deb turib, başta ashni niyat qilib turib qolgan boshqa bu akide jihatdan ezib ketgan bo'ldi bu yerda. وَلَآمُرَنَّهُمْ ve yine buyurma ulanı ula Allah'ın mahlukatlarını özgertip tutudu. Yani halkallah degan Allah'ın dinini özgertidi. Küfürlük kilish bilen ve Allah haram kılgan narsani halal kilish bilen Allah halal kılgan narsani haram kilish bilen Allah'ın dinini özgertip tutudu. Deb mında tafsir qilgan. Başka tafsirde halkallah degende mesela Allah Teala yaratgan Allah yaratgan asli holatdagi narsani o'zgartib, masalan charch ulash, qosh chektirish deganda mushta ishlarni ko'rsatib qilingan tafsir bor ekan masalan. Ma tafsirda yana kufrlik qilish orqali Alloh harom qilganni halol qilish orqali Alloh halol qilganni harom qilish orqali biz Allohning dinini o'zgartib yutadi deb tafsir qilgan. Va man yattakhidhi shaytona valiyan. Kimiki shaytonni do'st tutsa, shaytonga do'stlik bildirsa va uni itoat qilsa, Allohni qo'yib, u nihoyat uchuq, chunqur ozg'on bo'ladi, oshkor ozg'on bo'ladi. Ochiq ziyon tortgan bo'ladi. Xusronin mubina. Uningki mangulik do'zaxqa qaytilganligi uchun. Ya'iduhum va yumannihim. Shayton ularga va'da qiladi. Ya'ni umrning uzun ekanligini. Mesela hayatın uzun tehe yaşayolmamışsa, kıvammamışsa, gitolmamışsa deb ularga shuni batıl ishlarni va'da qiladi ve ularga orzu qildirdi. Neydel amani fi dünya. Yani dünyada nur kılgan arzu armanlarını ko'ngil selish orqali ve o'lgandan keyin qayta tirilish yo'q. Jazo mukofot degan ish yo'q. Deb ularga mushta batıl quruq arzu armanlarni ko'ngil soladi. Ve ma ya'luhum şeytanu illa gurura. Şeytan va'da qilmaydi ularga faqatni g'ururni, ya'ni batıl ishlarni va'da qiladi. Demak, insonning qalbiga kelgan mushta voy man tahi ayni hayat yine 40 yil 50 yil yaşama, nataqa yaştursam degandek yoki man anda qilib, mana qilib, uningdan keyin qattiq bir mash kelib, taqvodar mo'min bo'lib ketsam degandek orzu armonlar kelgan bo'lsa, shuning hammasi shu shaytonning xiyollari. Yani Allah Teala bizga o'rgatyotdi. Ko'nglimga kelgan
Muşundaq quruq xiyallarga qarta bu shaytonning xiyallari ekan deb sizlar hazar qilgan holatda turinglar. Unda quruq orzu armonlarga aldanmanglar deb Alloh taolo bizga o'rgatyapti. Endi Alloh taoloninki biz qarta bir o'zir qilmadi. Alloh bizga bildirdi. Biz Alloh bildirganki yana o'zimizniki shu quruq orzu armonlarga ergashsak, endi Alloh taolo bizni jazolab qolsa, haq qilgan bo'ladi. Alloh odil qilgan bo'ladi. Alloh taolo hammamizniki to'g'ri yo'lda yashab, to'g'ri yo'lda o'lib ketishimizni nasib qilsin. Jannatga kiradigan amallarni nasib qilsin, do'zaxning amallarimizni yiroq qilsin. Ulaika ma'vahum jahannam va la yajiduna anha mahisa. Yani aşılarınki hemmisinin qaytgan joyi jahannamdir. Ular o jahannamdan qochadigan joy topolmaydi. Ve ahiru da'vana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik. Estağfiruke ve etubu ileyk.